Azizlarim, sizlarga eng qizig'ini aytaymi? Kawasaki kafemizda azizlarim, juda ham skidkalari ko'p. Yana eng qizig'ini aytsam sizlarga, kimi tug'ilgan kuni bo'lsa, agar ili metrika bilan ili ID kartalar bilan kelsanglar, mana shu Kawasaki'da o'zimizning ukalar bo'ladi. Tug'ilgan kunlarda sizlarda mojitolarimiz, kokteyllarimiz, sushi xohlasanglar, холодный xohlasanglar, hammasidan qilib beradi. Addushi uni prosta tug'ilgan kunlarga azizlar ayiqlar bilan kutishib oladi. Azizlarim, bizda faqat uy reklama qiladi deb o'ylamanglar azizlar. Bizda boshqacha qobiliyatlarimiz ham bor. Sizlarga sushi tayyorlab beraman o'z qo'llarim bilan. Tomosha qilamizmi azizlarim? Shu juda ham bir shirin qilib tayyorlab beraman. Kawasaki'ga kelib, imminlash men qilgan rollidan yeb ketasizlar sushidan. Toshqin suvlar to'lqin o'tolmayman. Azizlar, erkak kishiga 40 ta hunari oz deydi-yu, mana Xudo xolasa Ivan Vasilyevich kasbini o'zgartirdi degandek, mana sushilar tayyorlayapman. Bu qiyshiq qilganlarim faqat o'zim yeyman ekan azizlar. Azizlar, bu tomatni ko'p joyda tomat bilan qilib qo'yishadi. Bizda o'zimizda firmenniy sous bu. Hozir ko'chaga chiqib sizlarga adreslarni aytamiz, kelib yeb ko'rasizlar azizlar. Do'stlar, bu sirdan qancha ko'p solsanglar, shuncha mazasi zo'r bo'ladi. Hali zakriti pizzalar yeganmisizlar sizlar ham? Men Rossiyada ko'p yeganman, juda ham. Bunday tishlab uzayotganlarda uzun zuvachkaga o'xshab cho'ziladi-yu. Mana shu sirdan ko'proq solish kerakda. Azizlarim, bu kolbasachalarni mana qilib chiroyli qilib terib chiqamiz mana qadinglar sizlar bilan birgalashib. Sizlar o'tkazib olmasdan kuzatib tursanglar, Xudo xolasa uni adreslarini aytamiz, kelib ko'rasizlar inshaalloh. Juda ham yaxshi ukalar ishlaydi ekan. Yangi ochilgan, Xudo xolasa zo'r chiqadi inshaalloh. Do'stlar, ketdik endi tandirga. Chiqqandan keyin yeymiz birgalashib. Azizlarim, mana sizlar bilan pizza qildik, sushi qildik, hammasini o'rgandik. Xotin uyga borganda o'zim qo'yib beraman. Ketdik endi adreslarni aytamiz. Bu manzillarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, Asqar Shakirov 275A. Azizlarim, Globus naprotivida deb qo'ysa ham bo'laveradi. Kutamiz sizlarni. Azizlarim, juda ham chiroyli pizzani o'z qo'llarim bilan tayyorladim. Qaranglar buni. Chiroyliligini, azizlar, ketdik birgalashib yeymizmi? Tushib ketyapman. Azizlarim, o'zing pishirgan oshni o'zing ye deydi-ku. Endi o'zim yolg'iz yeyman. Ikkinchi, uchinchi do'stlarimiz bo'lsa, kelib birgalashib yerdik. Ko'ruvdilar, sirni ko'p qiluvdik. Mana bunaqa cho'zilishiga borman azizlar, qaranglar. Mana qaranglar, mana. Bismillahirrohmanirrohim. Azizlar, o'ng qo'lda yeyapman, sizlarga noto'g'ri ko'rinadi.